Hayit bayrami munosabati bilan Gangnam Style obunachilariga kosmetika sovg'a qilmoqchimiz deb video olgandik va yaqinda generator orqali 15 ta omadli g'oliblarimizni ham aniqlagandik. O'sha g'oliblarimizni sovrinlarini, ya'ni kosmetika sovg'alarini bittama-bitta korobkaga qo'yib, yemu pochtadan chiqazib yuboramiz. G'olib bo'lgan obunachilarimiz kosmetikamiz qachon keladi deb yozishyapti. Shuning uchun xavotir olmang, sizlarning kosmetikalaringiz chiqib bo'ldi yo'lga, ya'ni pochtadan chiqarib yuborganmiz. Albatta sizlarga yemu pochtadan bergan raqamlaringizga SMS keladi agar yetib borsa. Shuning uchun telefonlaringizga qarab turishingizni iltimos qilamiz va Gangnam Style Cosmetics profilimizda qilayotgan konkurslarimizda qatnashib kelayotgan barcha obunachilarimizga kattakon rahmat aytmoqchimiz, chunki bizga ishonch bildirib konkurslarimizda qatnashayotganingiz uchun kelajakda yanada ko'proq konkurs qilishga harakat qilamiz va yanada ko'proq kosmetikalarni sovg'a qilishga harakat qilamiz. Shuning uchun Gangnam Style Cosmetics profilimizni yo'qotib qo'ymang. Gangnam Style Cosmetics Koreyaning eng mashhur kosmetika brendlari bilan shartnoma asosida ishlaydi. Shuning uchun ba'zi kosmetika brendlarining O'zbekistondagi yagona dilleri biz bo'lamiz. Dona va Optumga bemalol Gangnam Style Cosmetics profilimizdan xarid qilsangiz bo'ladi.